Assalomu alaykum. Sizni mahsulotlaringizni butun o'sha respublikamiz bo'yicha tanitilgan, bilishadi aptekalar, magazinlar. Menga shu mahsulotlaringiz haqida informatsiya bersangiz. Ko'pincha ayollarimiz qanaqa ishlatishni bilishmaydi, nimalarga foydaligini bilishmaydi. Qanaqa mahsulotlaringiz qanday nimalarga foydalidir? Marjon opa, ayollarda demak jinsiy aloqa paytida og'riqli jinsiy hayot bo'ladi yosh kelinlarimizda, o'shanda biz soft aloe tavsiya qilamiz. Bu tinchlantiradi, bakteritsid yallig'lanishga qarshi. Va tug'ruqdan so'ng qin kengayishi bor. O'zida ham ikkita farzand bor, qin kengayishi bor. Qinni toraytiruvchi mahsulotimiz soft virginimiz bor. Bu qinni toraytirib beradi. Va eng asosiysi yana ayollarda ehtiros qo'zg'atuvchi lubrikantimiz ham bor. Bu soft warming bo'lib, bular ayollarda demak ehtirosni qo'zg'atib beradi. Va undan tashqari yoqimli iforlar taqdim etadigan lubrikantlarimiz ham bor. O'sha duxlaringiz, iforlaringiz taniqli bo'lgan, bilamiz, feromonli-da. Shunaqa. Ayollarımizga tavsiya qilaman. Ko'pchilik bu firmani, bu mahsulotlarni bilasizlar, ishlatib ko'rgansizlar. Inogda kimdirlar ishlatmagan bo'lishi mumkin. Lekin imini Toshkentning o'ziga kelib, sizdan men informatsiya olaman. Чтобы bilay, uverim, bo'lay shu mahsulotni o'zim ishlatganman. Sizlarga ham tavsiya qilaman qizlar. Bemalol ayollarimiz agar xohlasanglar, o'zlaridan xohlasanglar, firma dilerlar qizlar bor. Kim xohlasa olib ketishi mumkin. Sotishga ham bemalol biznes qilsanglar ham bo'ladi. O'zlaringizga ham ishlatsanglar bo'ladi, oldilaringizga, yaqinlaringizga ham tavsiya qilsanglar bo'ladi.